Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan zulm, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatlarini davomlashtirish bilan birga Xitoyning ichki rayonlarida yashaydigan, o'qiyotgan va o'qituvchilik qiladigan Uyg'urlarni xotirjam yashashdan mahrum qilmoqda. Uyg'ur tili tadqiqotchisi va yozuvchi Abduvali Ayub o'zining ijtimoiy aloqa to'rida Shanxayda o'qituvchilik qiladigan o'quvchisi Kurshat Sirajiddinning 2021 yil 7-oyda Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketilganligini e'lon qildi. Xitoy hukumatining besimi sababidan qo'lga olingan va turmaga tashlangan Uyg'urlar haqidagi uchurlar nihoyat kechikib o'tirg'i chiqadi. Amerikadagi CBSN to'rining 4-dekabr kuni e'lon qilingan maqolasiga qaraganda, Xitoy hozir fuqarolarni umumyuzlik kuzatish va kontrol qilish davriga kirgan bo'lib, mamlakatning hamma joyiga 400 million kamera o'rnatib, dunyodagi eng chong taqib nazorat davlatiga aylangan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlar yashaydigan Sharqi Turkiston Xitoyning eng dastlabki taqib nazorat sistemasi qurgan va sinab qilgan bazasi bo'lib, uningdan keyin Xitoy hukumatı bu sistemani Xitoy o'lkasiga, hatto Osiyo, Afrikadagi boshqa davlatlarga ham kengaytgan. Amerikaning texnik magnati Alma şirketining pay bahasi 4% dan ko'proq tushib ketgan bo'lib, shirkatning bozor qiymati 2 trillion dollardan tuvanlab ketdi. Pay chekining tuvanlashidagi sabab Xitoydagi Xitoy virusi cheklamasining iPhone ta'minotiga bo'lgan andishlarni qo'zg'aganligi ko'rsatildi. Yevropa İttifaqı davlatlari va Yevropa İttifaqıga a'zo bo'lmagan Schengen davlatlari Xitoydagi yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababdan mos qadamlik tadbirlarni yo'lga qo'yishga qo'shildi. Yevropa İttifaqı a'zolari bevosita Covid siniqi talabini o'tirg'a qo'ymadi. Ammo Xitoydan kelgan yo'lovchilarni sinoq qilishga kuchlik ilhomlantirishga qo'shildi. Yana bir tarafdan Ispaniya Sahiyya ministrligining qarori bilan Xitoydan bevosita uchadigan yo'lovchilar uchun Covid-19 guvohnomasini ko'rsatish talabi o'tirg'a qo'yildi. Beijingni ziyorat qilgan Filippin prezidenti Ferdinand Marcos bilan ko'rishgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping ikki davlatning ixtilofsiz dengiz rayonida birlikda neft va tabiiy gaz izlash to'g'risida ochiq suhbatlashishga chaqirdi. Ikki davlatning Janubiy dengizdagi orollar va xoditashlar ustidagi egilik huquq talash tortishi uzundan buyon ikki davlat munosabatining taraqqiyotiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning yangi yildan boshlab yo'lga qo'yadigan Covid siyosati orqali butun dunyoga yuqum tarqatmoqchi bo'lish qasdidan ogohlantirgan hamda Amerika va boshqa cho'ng davlatlarning rahbarlarini Xitoydan keladigan sayohatchilarni kirgizmaslikka chaqirgan.